Xotin, bugun uyga bora olmayman, yomg'ir tagida qolib ketdim. Adasi, jala quyib yubordimi? Ha, jala quyib yubordi. O'zingni ehtiyot qil, bolalarga yaxshi qara. Maylimi? O'zim telefon qilaman senga ertaga. Bo'ptimi? Bo'pti, mayli, xo'p. Bo'pti. Xo'p, o'zingni ehtiyot qil. Qalay o'xshadimi? O'xshadi. O'tiring seni galing. Endi emasmi? Ha. Ayasi, mendan xavotir olmanglar. Men yomg'irda qolib ketdim jalada. 1 metr ham yurib bo'lmayapti ayasi. Bugun bora olmayman uyga. Tushunmadim. Yomg'ir qor. Yomg'ir mana ko'rsataman ayasi. Hamma joy yomg'ir, kuz bu. G'alati-yu. Nimasi g'alati? Nimasi g'alati ayasi? Nimasi g'alati? Gapirchi. Tez ko'rsating-chi. Ayasi ishonmagan xarakteringni nima ko'raman sen qoramini. Mana yomg'ir yog'yapti. Hamma joy yomg'ir. 1 metr ham yurib bo'lmaydi. Voy! Ayasi, qora tabiat qonuni. Qizil qor yog'ardimi? O'zimdan birinchi marta ko'rishim ayasi. Chataqsan-da, chataqsan. Ayasi, ey! Jon ayasi, O'rtoq, 5 minutda kasalga tiqqani? yo ketamiz bo'ldi. Nimaga yurmaymizmi? Meni hayotimning enasiga tiqding-da. Mana ayasi, suv sep desam, yomg'irga o'xshaydi desam, qorga o'xshatib, pera sevib yuribsan. Cho'qqi soqoli sho'stiri ko'zing o'ynamalga qorami sen hamma vaqt bo'g'lashtirasan o'zi. Mana xotin, buni gaplashinglar o'zlang. Mana ayasi biz toqqa ketayotgandik. Uni katta qilib Chilonzorda chiqib qo'ydi ayasi. Biz maza qilgan dam olgan ketayotgandik, qoramini chiqardi. Bemalol. Endi mashinani minasan, uyimga borib ko'chlarni yuklaymiz. Men ajrashaman, o'zing gaplashma. Mana ayasi, kulma